2025-yil 17-dekabr kuni Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda Savdo-sanoat palatasi hamkorligida mas'ullar va qurilish sohasi tadbirkorlari ishtirokida ochiq muloqot bo'lib o'tgan edi. Unda Toshkent viloyati Angren shahrida faoliyat yuritayotgan tadbirkor Azizullo Mamudjonov auksion savdolari orqali maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish uchun yer maydonini qonuniy asosda xarid qilgani, ammo qurilish ishlarini boshlash jarayonida yuzaga kelgan tashkiliy masalalar sababli ishlarni boshlay olmayotgani yuzasidan murojaat qilgan. Shundan so'ng tegishli tashkilotlar bilan birgalikda o'rganish ishlari olib borildi. Hujjatlar va huquqiy asoslar qayta ko'rib chiqildi. Mavjud to'siqlar bartaraf etildi. Natijada tadbirkorning muammosi ijobiy hal etildi hamda qurilish ishlarini boshlash uchun shart-sharoitlar yaratildi. Avvalo bu borada prezidentimizga rahmat deymiz. Prezidentimiz o'zlari ham tadbirkorlar bilan uchrashyaptilar, vazirlar ham uchrashyapti. Bu tadbirkorlarga juda qo'l kelyapti. 120 kishilik bolalar bog'chasi loyihasi. Toshkent viloyatining Angren shahrida edi. O'sha masalamiz ancha muammo edi. 6 oydan beri biz qiynalib yotgan edik. Shu masalamizni vazirimizga aytdik va ijobiy hal qilib berdilar vazirimiz. qancha muddatda hal bo'ldi bu masala? 2 haftada hal bo'ldi. 30-dekabr kuni ishim hal bo'ldi. 17-dekabr kirdim, 30-dekabr kuni kengashdan chiqdi. Kelajakda rejalarimiz ko'p. Xususiy maktab qurilish niyatimiz bor, xususiy universitet qurish niyatimiz bor. Bu borada qurilish vazirligi bilan maslahatlashib, o'z ishimizni tashkillashtiramiz. Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarining murojaatlariga tezkor va qonuniy yechim topish, qurilish sohasida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar izchil davom ettirilmoqda.